kala go'shini do'stlar, yögep alamiz. Çünkü Turg'un ustamni oldik, uni oldida Mattoq tag'inamni olgan, bugun Aqta ustamni olamiz. Mana bu shundoq kimning go'shi bilan bo'lsa, kimning go'shi maysiz to'poq so'ygan bo'lsa, shuni olamiz. Ba'jatda bir ko'sh cho'ng masala emas, lekin go'sh cho'qim mening o'lchimimga tushishi kerak. Mening qishimda lag'manning, polaning, aqambalning, issiqsayning, samsining bu 5 o'ringa kalga o'shiltimman. Bu 5 o'rindagi ustamning hammasining vazifasi bor. Oshxona maash berganga men cho'qim ringud bekitib qo'yamiz uni. Shuni ado qilish uchun cho'qim tomoq no'ch chiqarish kerak. Tomoq no'ch chiqarish uchun cho'qim material no'ch bo'lishi kerak. Material no'ch bo'lish uchun cho'qim lobami no'ch bo'lishi kerak. Mana bunday isil material olib bersak, tomoq o'xshaydi. Bugun Aqtaosdan qish kelsak, mana bunday isil to'poq so'yapti, go'sht bek bilankan. Shunga bu yerda mana masanning go'shtini jinglab oldik. Mushunda go'shtda tomoq chiqaramiz. Ma uyda go'sht oltin degishlarmi, o'sha qo'ygansan chizanglar, ma'lumotlar ustam do'konda sekutdan tatib go'sht hamma narsa bor. Bas intay muvaffaq va yaxshi go'sht sotadi. İlbasanlar bo'ldi. Tamoqning o'xshig'ini yetim degishlar bo'lsanglar, apandan bo'lsanglar bo'ldi. Unda bo'lsa sizlarni apandan saqlaymiz.